Assalamu alaikum hürmetli televizyon kökçüler. Uyghur televiziyasının kundalik xəvərlərini görüşünüzü qarşılayırıq. Xitay kommunistləri chet eldeki Uyg'urlarni terrorchi deb e'lon qildi. Uyghur kishilik huquq siyosati qonun loyihasining Amerika Kengash palatasining ma'qulligidan o'tishi dunyoga berilgan signal deyilmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'ur turklarining diniy erkinligiga hurmat qilinishi lozim dedi. Anqaradagi Amerika elchixonasining sahifxonligida ikki faoliyat o'tkazildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Xitay kommunistləri Şərq Türkistonda cəza lagerləri qurub, 3 milyondan artıq Uyğurlarni cəza lagerləri qamab elib, irqi və mədəniyyət qırğınçılığı qılıb atqan muş vaxtlarda chet ellərə chiqib ketgan Uyğurlarni rahat qo'ymagan. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Qashqarning Yo'pirg'i nahiya yakshanba bozoridagi chet elga chiqib ketgan o'nlarcha Uyğurlarni terrorchi deb e'lon qilib, xabarini berganlarga mukofot, uchirganlarga jazo berildi degandek varaqchilar tamlog'i chaplangan. Tutuş buyruq chiqarilganlar bo'lsa, yillar burun chet ellarga tijorat, o'qish, ishlash uchun chiqqan bo'lib, vataniga qaytolmay qolib qolgan shaxslar ekan. Ularning orasida Anqara universiteti til va tarix jo'g'rofiya fakultetining o'qituvchisi doktor Erkin Ahmedning rasmi yer olgan. Amerikadagi Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Partiyasining Kengash palata a'zolari birlashib o'tirib qo'ygan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi 2019-yili 11-sentabr kuni Amerika Kengash palatasida ma'qullikdan o'tgan bo'lib, mazkur loyihaning rasmiy qonun bo'lib ishga kirishishidagi eng muhim qadamlarning biri ekan. Bu qonunning Kengash palatasida ma'qullikdan o'tganligi Uyg'urlarning vaziyatini diqqat bilan kuzatib kelayotgan kuzatuvchilarning ham shundaqla chet ellardagi keng Uyg'ur jamoatining qizg'in olqishiga erishdi. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlar direktori Sophie Richardson buni Uyg'urlar uchrayotgan zulmni oyoqlashtirish yo'lida besilgan zo'r qadamlarning biri deb ko'rsatib, buni zulmning javobgarlarini surishti qilish uchun, shundaqla Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmon millatlar chekayotgan zulmni oyoqlashtirishning muhim o'rinda turadiganligi. Bu qonun orqali Sharq Turkistondagi Xitoy hukumat amaldorlariga jazo qo'yilishi va tashqi ishlar ministrligida maxsus Uyg'urlarning masalasiga qaraydigan bir guruhning tashkil qilinadiganligini bildirgan. Qonun loyihasi Kengash palatadan o'tgandan keyin bu qonunni bosh bo'lib tunishtirgan palata a'zosi Marco Rubio va Bob Menendez 11-sentabr kuni birlikda e'lon qilgan bayonotida mazkur qonunning Uyg'urlarga qaratilgan bostirish harakatining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirgan. Bayonotda bu qonun loyihasi mustabid Xitoy hukumatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida ko'lamlashtirgan dahshatli kishilik huquq dafsanchiligi, jumladan 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlarni tutib turish lagerlari qamash qilmishiga qarshi turishdagi muhim qadamdir deb ko'rsatgan. Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasida tövəndikidek oshqushliq moddalar o'rin olgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika tashqi ishlar ministrligi bilan hamkorlashgan asosda bu bostirish harakatlarini paydo qilayotgan rayon xarakterlik tahdid va O'rta Osiyo davlatlari hokimiyatlarining Turkiy millat iltijo qilguvchilarini qaytarish masalasi ustida doklad tayyorlash, Sharq Turkistondagi lagerlarni qurish va boshqarishga chetilgan Xitoy shirkatlarini tizimlab chiqish, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Amerika tuproqlarida Amerika fuqarolariga solgan tahdidlar haqida aloqador organlarni uchur bilan ta'minlash, Amerika tashqi ishlar ministrligida Xinjiang ishlar moslashtiruvchisi tayinlashni o'ylashish, Amerika dunyoviy media agentligi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qaratilgan tahdidlar haqida davlat majlisiga doklad berib turish va Xitoyning chet ellardagi Uyg'ur jamoatiga qaratgan ta'tir tashviqotiga qarshi strategiya belgilab chiqish. Tashqi ishlar ministrligi xalqaro magnitstik qonunni yurgizib, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va boshqa rayonlardagi kishilik huquq dafsanchiligiga bevosita chetilgan Xitoy hukumati va partiyasi ichidagi amaldorlar ham Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining partiya sekretari Chin Chuango qatorliqlarga jazo tadbirlari qo'llanish. Amerika hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatlik doklad tayyorlovchilarining Sharq Turkistonda bo'libmi atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida jiddiy ham cheklimsiz holda tekshirish elib berishiga qaratilgan chaqiriqlarni qo'llaydigan bir strategiya tuzib chiqish qatorliqlardan iborat ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Uyg'ur turklari va boshqa diniy guruhlarning diniy erkinligiga hurmat qilinishi lozimligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres e'lon qilgan bayonotida antisemitizm, musulmonlarni o'ch ko'rish, xristianlar va boshqa diniy guruhlar ham ibodatxonalar nishon qilinayotgan hujumlarning bag'ansiri avjilib ketayotganligini eskartish bilan birga, harakat plani doirasida ibodatxonalarni qo'g'dash uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining har qaysi davlatlarning hukumatlari, diniy rahbarlari, ommaviy tashkilotlari, axborot vositalari va xususiy sohalar bilan birlikda xizmat ishlaydiganliklarini, bu vaqtda taklif va tavsiyalarni sunadiganliklarini, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Amerika o'rtasidagi surkilish va ikki davlat rahbarlarining ko'rishish ehtimolligiga aloqador savol so'ralganda, Paris qo'ltiqining vaziyatini yomonlashtirib yetadigan har turli harakatdan yiroq turish lozimligini. Chunki Paris qo'ltiqida yuz bergusi cho'ng bir krizis dunyoga bitmas tugamas balo-ofatlarni olib keladiganligi, bundaq bir krizisning oldini olish nishon qilingan tirishchiliklarni qo'llaydiganligini bildirgan.
U Uyg'ur türklari qartilgan kishilik huquq dafsanchiliklarga aloqador da'volar haqidagi bir savolga Uyg'ur türklarining diniy erkinligiga hurmat qilinishi lozimligi, barliq davlatlarning qanday bo'lishidan qat'iy nazar diniy erkinliklarga hurmat qilinishi kerak ekanligini ta'kidlagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar ministrligining o'rinlashtirishi va Amerika Qo'shma Shtatlarining Anqara turishlik elchixonasining sahifxonligida 10-sentabr kuni Anqaradagi Amerika madaniyat markazida o'tkazilgan yig'inga Amerika, Angliya, Yangi Zelandiya va Avstraliya qatorliq davlatlarning Anqarada turishlik elchixonasining diplomatlari, Anqaradagi Uyg'ur jamoatidan bo'lib 30 dan ortiq kishi qatnashdi. İkinci günü Ankara'daki Amerika Kültür Merkezi'de ötküzülgen yığınga Uyghur Hareketi Reisi Roşan Abbas Hanım, Dünya Uyghur Kurultayı Baş Məsləhətçisi Rişat Abbas Efendi, Dünya Uyghur Kurultayı Muğan Reisi Erkin Ahmet Efendi ve Baş Teptiş Abdülhakim İdris Efendi hem Ankara'daki Uyg'urlar iştirak qilgan. Roşan Abbas Hanım mazkur yığında diplomatlar bilan Ankara'daki Uyg'ur jamoatining ishtirok qilganligini, Anqara turishlik Uyg'urlarning jazo lagerlariga, turmalarga tashlangan ota-onalari, urug' tuqqanlar to'g'risida guvohlik berganligini bildirdi. Şunun bilan bir vaqt yana Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining sahifxonligida Anqaradagi Yevro-Osiyo tadqiqot markazida yig'in chaqirilgan. Yig'inga Uyg'urlardan sir Turkiyadagi tadqiqot markazlarining munosabatli mutaxassislari, ba'zi universitetlarning professorlari va diplomatlar qatnashdi. Shundaqla Xitoy bilan munosabatli siyosiy, iqtisodiy va inson haqlari haqidagi masalalar to'g'risida muzokara olib berildi. Yaqindan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarining Anqara turishlik elchixonasining to'rbeti va ijtimoiy taratqularida izchil holda Uyg'ur masalasiga o'rin berilmoqda. Xəbərlərimizi kögünün Allah'a rəhmət. Görüşkici aman bulunla. Xeyri xoş. Allah qamanət.